Tezroq! Monster juda yaqin. Bola o'yinga shu qadar berilib ketgandiki, atrofida nimalar bo'layotganini deyarli sezmayotgandi. O'g'lim, yana 10 daqiqa va tugatasan. Hozir. Onasi ham telefonidagi ish xabarlariga band edi. Dada, yangi skinimni ko'rishni xohlaysizmi? Qizim, ko'zlaring charchadi. Yana 5 daqiqa. Dadasi esa noutbukda ishlashda davom etardi. Yo'lakka paypoqlarni kim tashlab ketdi? Mushukka kim ovqat berdi? Hatto mushuk ham unga e'tibor berishlarini kutayotgandi. Oyi, qarang, qanday uycha qurdim. Hozir quyoshim. Qizaloq chiroyli uycha yasadi va uni onasiga ko'rsatishni juda xohladi. Dada, yangi skinimni ko'rishni xohlaysizmi? Ha, keyinroq. Ammo dadasi unga deyarli qaramadi. Nega shunaqa? Chunki ular har doim telefon va planshet bilan band. Qani, bir eksperiment qilib ko'raylik-chi. Shunda o'g'il bolaning xayoliga bir fikr keldi. Bolalar noodatiy tajriba o'tkazishga qaror qilishdi. Xo'sh, bu yana nima? Endi barcha gadjetlar dam oladi. Avvaliga hamma telefonsiz nima qilishni bilmay qoldi. Endi nima qilamiz? O'ynaymiz va raqsga tushamiz. Krokodil o'ynaymizmi? U qanday o'ynaladi? Dadasi bolaligida telefon va planshetsiz qanday o'ynaganlarini esladi. Bilasizlarmi? Bolaligimizda biz shunday soatlab o'ynardik. Bu esa bolalarga juda qiziq tuyuldi. Menga bugun planshetdan ham ko'proq yoqdi. Menga ham. Nazarimda biz juda kam shunchaki birga bo'lamiz. Endi shunday kechalarni ko'proq tashkil qilamiz. Ba'zan eng muhimi birga vaqt o'tkazishdir.